To'g'ri aka, men aytishim qo'ydi narxini. Aytay ukam. Ilhom aka, bugun qo'ydi narxini bomba qilamiz aka. Gap yo'q aziz do'stlar, xudo xolasa Qashqadaryo viloyati Uzor tumanida mana shu ukamizning qo'ylari bor ekan. 120 bosh, 2 tish, 4 tish, 6 tishli qo'ylar. Akalar, yeb ichishlar zo'r deyishdi, xudo xolasa. 2 tish, 4 tish, 6 tish qo'ylarni 5,5 5 million deyotgan bo'lsa, bizda 42 dan, ya'ni 4 million 200 dan bo'ladi. Qo'ydi narxi bomba. Hujam bo'lmasa 4 million 200 dan berasanmi bularni? Beraman aka. Gap yo'q yasha akalar mana. Akalar xudo xolasa 5 dan 10 dan 15 dan nechta olaman desanglar ham telefon qilib bemalol savdosini qilib olsanglar bo'ladi. Yeb ichishlari zo'r ekan. Akalar, pastda ukamiz nomerlarini qoldirib qo'yaman. Egalarining nomerini bemalol 5 dan 10 dan nechta olaman desanglar ham telefon qilib savdosini bitirib olsanglar bo'ladi. Bittadan rak bosib oshno'g'lar podresa qilib tarqatib qo'yish isdan chiqmasin akalar, xudo xolasa. Dastavkasi ham bor akagina. Dastavkasida muammo bo'lmaymi? Muammo bo'lmaydi. 5 ta, 10 ta, 20 ta oladiganlarga ham 12 ta viloyatga dastavkasi bor aka. Gap yo'q akalar. Bemalol chiqib savdosini qo'ysanglar bo'ladi. Like bosib oshno'g'lar podresa qilib tarqatib qo'yish isdan chiqmasin do'stlar.